Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Biz hazır huzurunuzda Uyğur Sot Kollegiyasının baş soçisi Jeffrey Nice bilan ilib bağlan söhbətimizni təqdim qılırıq. And today the Uyghur Tribunal with your leadership has Sizning rəhbərligingizdə bugün Uyğur Soti Xitayni irqiy qırğınçılıq və insaniyyət qarşı cinayət ötküzüyotudu deb hökm çıxardı. Bu hökmning yechimi to'g'risida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. It's impossible for the tribunal to know what the consequences, if any, may be. Şunisi aniqki, agar mushundaq bir hukumatlar, universitet, korxona, sayohat shirkatlariga o'xshash o'rinlar va shundaqla Xitoy bilan bevosita aloqa qiladigan kishilarning Xitoy bilan bo'lgan munosabatida nima ish qilish to'g'risida qaror chiqarishiga foydasi bo'lsa, bu bir yaxshi bo'lgan ish hisoblanadi. Bu hukmning Xitoydagi ichki vaziyatni o'zgartirish ta'siri bo'lishmoqda. Shundaqda qaltis ish bo'lgan bo'ladi. Lekin natija shundaq chiqqandimi, bizning sotning natijasidan deb e'tirof qilinishi notayin. Şunu bu hüküm sebeplik işlerinin yaxşılanadiganligini derhal bilolmaydiganligimiz aniq. Yuqorqi bayanlar yuz berishi mumkin bo'lgan natijalar. Endi savolimizga qaytib kelsak, boshdan tartib so'zlasak, isbotga tayangan holda Xitoyning elib berayotgan siyosati xalqaro jamiyatga aniq bo'lmaganlikdan iborat bir reallik. Bu sotni eshitishimizdagi qo'zg'atuvchi kuch bo'lgan. Shunga biz bu bo'shliqni to'ldirgan bo'ldik, xolos. Yes, the Uyghur Tribunal has invited the Chinese government to defend its position and also to provide their part of... Uyghur soti Xitoy hukumatini o'zining maydonini qo'g'dash va shundaqla o'zining bayonini o'tirib qo'yishga taklif qildi. Isbot shuki, lekin hozirgacha qadar Xitoy hukumati bu taklifni rad qilib keldi. Xitoy siz va bu sotga cheklash jazosi e'lon qildi. Shundaqla sizga shaxsiy hujum qilib, sizni jasus deb atadi. Sizning buningga qarata inkosingiz qandaq? And constantly, even yesterday, is attacking you personally, calling you a spy. So what's your response to that? It's a pity that they should take that line. I've got nothing else to say about that. I'm not concerned about Ular yani Xitoyning bu yo'lni tanlaganligi afsuslanarli bir ish bo'ldi. Bu temada buningdan boshqa ortiq deydiganim yo'q. Men ansirab ketmadim. Xitoyning bu deganlari Uyg'ur soti bilan munosabatsiz. Lekin ular Xitoy o'zlarini tanqidlagan shaxs, tashkilot va davlatlarga qarata ochiq bo'lishdan iborat yana bir xil yo'lni azaldilla nazarga olmaganligi odamni afsuslantirdi. Chunki agar Xitoy shunday qilgan bo'lsa, bo'libmi biz hukmda tushuntirish bergandek boshqa ba'zi cho'ng davlatlarga o'xshash ochiq bo'lmaslik emas, balki o'lgi bo'lib ochiq bo'lishni tanlagan bo'lsa, ular dunyoni yaxshi joyga aylantirdiganga o'lgi bo'lgan bo'ladi. Shunga Xitoyning biz va men to'g'risida deganlarga parvoyim palang. Yes, and China is also accusing not just you and calling the court a fake court. Xitoy bu sotni yolg'on sot deb ayblash bilan bir vaqtda bu sot o'yinining orqasida Amerika boshchiligidagi Xitoy qarshi g'arb kuchlari bor deyishdi. Shundaqla yana shohidlar, mutaxassislarni Xitoyni qaralash uchun to'qlim isbotlarni o'tirib qo'yotdi deb aybladi. Sizningcha bu shundaq ahvolmi? Who are presenting false evidence to accuse China. Is that the case? Well, they can say it. Xitoy undaq desa o'zlarining ishi, lekin ular o'zlarining shu deganlarini ma'lum isbot bilan dalillamasa, bundaq gaplarga qarata ortiq gap qilishimning faqat hojati yo'q. Ular bu ayblashlarining birini hech qanday isbot bilan dalilligini yo'q. Men ilgari deganlarimni yana bir takrorlab o'tay. Ularning ochiq oshkora bo'lib, ma'nilik aloqa olib bormasligining o'zila odamni afsuslantiradigan bir ish. Dunyoning Uyg'ur diyorida nima ishlarning yuz berayotganligini bilishni xohlaydiganligini biz Xitoyga dedik. Xitoyning texnik ochiq oshkora bo'lishi uzunni o'ylaganda foydali bir ish. And the UK government hasn't declared that China is committing either genocide or crimes against humanity. Angliya hukumati Xitoyning irqiy qirg'inchilik va yoki insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligi to'g'riliq hukm e'lon qilmadi. Ammo Angliya parlamenti Xitoyni Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik sodir qilyotdi degan hukmni chiqardi. Akfoldan qaraganda Angliya hukumatining maydoni bo'lsa, irqiy qirg'inchilik va yoki insoniyatga qarshi jinoyatmi degan hukmni chiqarishi sotning ishi deb qaragan. Sizningcha bugungi hukm ya'ni Uyg'ur sotining Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligidan iborat bu hukmi Angliya hukumatining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan vahshiyligini e'tirof qilishga qoyil qilarmi? Well, it may help them recognize it for what it is. And there were a lot of parliamentarians here in the
hall today, and they had a press conference. Bu hüküm Angliya hükümetinin Xitayning Uyg'ur siyosati nima bo'lsa shundoq deb tunib yetishiga yordam qilishi mumkin. Bugun parlament zalida ko'p parlament a'zolari o'ltiribdi. Ular axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Ular bu hükümdən foydalanib, hukumatni harakatga keltirishga tashna. Savolimizning dastlabki qismiga javob berish to'g'ri kelsa, hukumat hükümni faqat sudchi chiqarsila qirg'inchilik deb e'tirof qilishga bo'ladi deydi. Ammo bular har qanday sudchining bunday hukm chiqara olmaydiganligini bilib turib, shunday deydi. Qirg'inchilik ahdnomasi bo'yicha Xitoy Xalq Jamhuriyatini qirg'inchilik ahdnomasiga xiloflik qildi deb qaror chiqmaguncha hech qanday bir sistemada uni xalqaro sud mahkamasiga olib chiqmoqchi bo'lgan sudchi bo'lmaydi. Ular hargiz bunday qilishga jur'at qila olmaydi deb qaraydi. Shuning bilan ular bu hukmni faqat sudchilar chiqara oladi degan tuzumdan foydalanib hukm chiqarishdan qochadi. Only a judge can make the determination to avoid ever having to make a determination. What do you think? There are more than 170 countries, obviously. There are contracts to the... Dünyada 150'den artıq dövlət irqi qırğınçılıq əhdnaməsiga imza qoyğan və ularning qırğınçılıqni to'sish və to'xtatishda qonuniy majburiyati bor. Bu sotning hukmi barliq kelish bilan sizningcha xalqarалық jamiyat Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan irqi qirg'inchilikni to'xtatishda nima ish qilish kerak? Well, interestingly enough, although the American government, not just the legislature, the government itself, has pronounced genocide. Demek bizni qiziqtiradigan tarafi shuki, Amerika hukumati qirg'inchilik deb e'tirof qildi va Yevropa ittifoqi, Angliya ham boshqa davlatlar bilan birlikda jazo e'lon qilishdek ba'zi ishlar. Ammo Amerika o'zining qirg'inchilik ahdnomasidagi burchi bo'yicha ish qilganligini aniq aytgani yo'q. Demak, bunday bir ahvolda qirg'inchilik ahdnomasi burchi degan nima? Bu har qanday bir hukumatning qaroriga bog'liq. Bunday bir qarorga nisbatan hukumat cho'qim o'z xalqiga shu qarorga asosan nima ish qilayotganligini, nima uchun buningdan texnik ko'p ish qila olmayotganligini va yoki nima ish buningdan oz ish qilmayotganligini oshkorlash kerak. Qarorning qirg'inchilikni to'xtatish burchiga asosan bo'lgan bir o'rinliq inkos ekanligini deyish kerak. Shunga ma'lum bir hukumatning qo'llanadigan mumkin bo'lgan choralari ular allaqachon qo'llangan jazolarni o'z ichiga olishi mumkin. Ama o'ylab beqing, biz Amerika Tashqi ishlar ministri Blinkenning o'rnida bo'lgan bo'lsak, biz samimiy holda o'z-o'zimizdan hech bo'lmaganda bu burchimizni ado qilish uchun nima qilishimiz kerak degan savolni so'ragan bo'lar edik. Bu savolning javobi bo'lsa, cho'qim ular qo'ydigan jazolardan ko'proq bo'ladi. Bunday jazo qirg'inchilikni sodir qiluvchilarga, buningga javobgar bo'luvchilarga amaliy ta'sir ko'rsatgudek bir narsa bo'lishi kerak. Biror hukumatning bu jazolarni qanday qo'llanishi haqida men maslahat ko'rsatmayman. Bunday qilish ortiqcha bo'lib qoladi. Bu mening ishim emas. Lekin faqat jazo berib qo'yiblar qirg'inchilik ahdnomasini tilga olmaslik yetarli emas. Just to impose the sanctions they have and not to say it's under the Genocide Convention is not enough. And China is also party to the Geneva Convention. Xitoymo irqiy qirg'inchilik ahdnomasining imzolaguvchisi. Shunga sizning Xitoy hukumatiga bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish to'g'risida nima deysiz? They really need to be doing these terrible things to achieve that which they can achieve through the immense power they already have. Xitoy hukumatiga beradigan taklifim shuki, ular hozirgi zo'r kuchi bilan erisha oladiganlarga bu nachar ishlarni qilish orqali erishishi zarur emas. Men ularning muvaffaqiyat qozonish orzusini va dunyo bo'yicha ta'sir kuchiga ega bo'lish orzusini tushunalaman va hurmat qilaman. Har qanday kuchli davlatning bunday kuchli orzusi bo'lgan. Kuchli markazlashgan imperiya bo'lgan kichik orlimiz Angliyami shunday bo'lgan va Amerika hukumatimi shunday bo'lgan. Albatta, bunday orzu bo'lishining hech xato yeri yo'q. Biroq ular ommaning nazarida o'z orzusiga nomussizlik orqali erisha olmaydi. Shuning uchun ular Xinjiangda tinch va maqsadli bo'lgan bir hokimiyat kafolat qilishga rostli shunday ishlarni qilishi zarurmi? Balkim unday emas deb faraz qilaman. Ular o'ylashga tegishli bir ish shuki, hech bo'lmaganda boshqalarga ta'sir ko'rsatishni xohlasa, o'zining xalqiga bo'lgan pozitsiyasini o'zgartirishi kerak. Changing their approach to their own people, not least if they want to influence other people. If in the future, Mr. Jeffrey Nice, if the international either criminal court kelgusida xalqaro jinoiy ishlar sudi va yoki xalqaro adliya sudi Xitoy hukumati yoki Uyg'ur qirg'inchiligiga javobgar bo'lgan Xitoy amaldorlarini sudga tortsa, Uyg'ur sudi shularni sizlar to'plagan dalil isbotlarning hammasi bilan ta'minlamsizlar. Guvohlik berishni xohlamsizlar. Also testify, be part of that process. Well, certainly we are willing to provide our evidence. We've already
Albatta biz dalil isbot bilan ta'minlashga tayyormiz. Biz allaqachon Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq kengashining o'zining dokladini tayyorlash bilan bir qadam ilgirlab, menish niyatining borligini bilamiz. Va biz ularga materialimizdan foydalana oladiganligini aytdik. Biz qo'limizdan kelishicha yordam qilamiz. Amaliyotda biz to'plagan barcha dalil isbotlarning hammasi oshkor. Bütün arxivimizni balkim ommaga e'lon qilishimiz mumkin. Bu kichik ish emas. Shundaqli buningga ma'lum mablag' ketadi. Mablag'imiz yo'q. Albatta biz 100 minglagan betlik materiallarni arxivlashtirishga tirishishimiz kerak. Ammo bizning bu materiallarni boshqa ishlatgilik qilgan qilib qo'yish niyatimiz bor. It would be a pleasure to see the task undertaken by someone else with our material.